Hop, hurmatli o'quvchilar, mana Nodirbek Ismoilovning Milliy sertifikat kitobidan ikkinchi mavzu yetib keldik-a. Ikkinchi mavzuning nomi nima ekan? Energiya sarfiga oid masalalar. Energiya sarfiga oid masalalarni ishlashdan avval mana bu slaydga qaraymiz. Hop, bu yerda organik moddalarni parchalanishidan chiqadigan energiyalarni kilokaloriyada va kilojulda miqdorlari berilgan. Hop, demak, oqsilning 1 grammini parchalanishdan 4,1 kilokaloriya yoki 17,6 kilojul energiya hosil bo'lar ekan. Oqsilda energiyasi nimaga teng ekan? Uglevod energiyasiga teng ekan. Uglevodning har bir grammidan ham 4,1 kilokaloriya yoki 17,6 kilojul energiya hosil bo'lar ekan. Yog'lar kaloriyasi oqsillar va uglevodlarning kaloriyasiga nisbatan 2,5-3 barobarga ko'proq. Yog'larning 1 grammini parchalanishidan 9,3 kilokaloriya yoki 38,9 kilojul energiya hosil bo'ladi. Bu yerda oziq moddalarni parchalanishidan hosil bo'ladigan energiyani taqsimoti berilgan. Bir kunda oziq moddalarni parchalanishidan hosil bo'ladigan energiyani 3 qismga bo'lsak, shu 3 qismdan 2 qismi to'qima va organlarda hayotiy jarayonlarning normal o'tishi va ish bajarishi uchun, 3dan 1 qismi esa tana haroratini doimiyligini ta'minlash uchun sarflanadi. Tushunarli bo'lyaptimi? Demak, 3dan 2 qism energiya to'qima va organlarni hayotiy jarayonlar normal o'tishi va ish bajarishi uchun sarflansa, 3dan 1 odamni tana haroratini doimiyligini ta'minlash uchun sarflanadi. Bu bitta ma'lumot. Hop. Endi energiya sarfini bir kecha kunduzda sarflanadigan energiyani 3 qismga bo'lib olishimiz mumkin. Birinchi qismda energiya asosiy moddalar almashinuvini ta'minlash uchun sarflanadi. Asosiy modda almashinuvini ta'minlash deganda nima tushuniladi? Demak, odamda ertalab yoki kechasi uyquga yotgan paytida nafas olishi, yurak urishi, yuraklari o'z ish faoliyatini normal bajarishi uchun energiyani sarflab boradi. Shu sarflanayotgan energiyalarning umumiy yig'indisi asosiy moddalar almashinuvini ta'minlashga sarflangan energiya deyiladi. Bu o'rtacha 70 kilogramm bo'lgan odamni tana vazni uchun qanchaga teng bo'lyapti? 1680 kilokaloriya energiyaga teng bo'lyapti. 1680 qayerdan keldi? Bu 70 kilogramm bo'lgan odam uchun olinyapti. Bu bir odam uchun 1 soatda 1 kilogramm tana vazniga 1 kilokaloriya degan. 70 kilogramlik odam 1 soatda asosiy modda almashinuvini ta'minlash uchun 70 kilokaloriya, 2 soatda 140, 3 soatda 210 tartibda bo'lib 24 soatga ko'paytirsak 70 kari 24 necha bo'ladi? 1680 bo'ladi. Hop, misol uchun, xuddi shu vazn o'zgarsa, 60 kilogramm tana vazni bo'lsa, 1 soatda qanchaga teng bo'ladi? 60 kilokaloriyaga, 2 soatda 120, 3 soatda 180 kilokaloriyadan hisoblab boriladi. Tushunarli bo'lyaptimi? Demak, asosiy modda almashinuvini ta'minlashga sarflanadigan energiya odamni nimasiga bog'liq ekan? Vazniga. To'g'ri. Hop, vazni qancha yuqori bo'lsa, shunga sarflanadigan energiya miqdori shuncha ortib boraveradi. Endi ikkinchi qismi bu ovqatni hazm qilishga sarflanadigan energiya. Ovqat iste'mol qilganimizdan keyin oshqozon ichaklarimiz, jigarimiz, oshqozon osti bezimiz energiyani sarflaydi. Bu sarflanadigan energiya asosan asosiy modda almashinuviga sarflangan energiyaning undan 1 qismiga nima bo'ladi? Teng bo'ladi. 70 kilogramm
tana vazniga ega bo'lgan odam 1680 kilokaloriya energiya sarflayotgan bo'lsa, o'ndan biri qanchaga teng? 168 ga. Demak, odatda 10 barobar buni energiyasi kam bo'ladi. Uchinchisi, bu odamni bir kecha kunduzda bajaradigan ishga sarflanadigan energiya. Bu har bitta odamni qiladigan kasbiga, bir kunlik harakatiga, jismoniy mashqlarni bajarishiga bog'liq. Misol uchun bank xodimlari, o'qituvchilar deylik, og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanmaydigan odamlar energiyani biroz kamroq sarflaydi. Qurilishda ishlaydigan ustalar yoki sportchilar aqliy mehnat kishilariga nisbatan energiyani nima sarflaydi? Ko'proq. Demak, 3-qismda bir kecha kunduzda bajaradigan ishiga sarflanadigan energiya shu odamni qilayotgan nimasiga bog'liq bo'lar ekan? Ishiga bog'liq bo'lar ekan. Xuddi shu tartibda masalalar ishlanadi. Bu yerda bir kun davomida iste'mol qilinadigan oziqadan chiqadigan energiyalarning o'rtacha miqdori berilgan. Ertalabki nonushta umumiy ovqat kaloriyasining 25-30% ni berish kerak. Ratsional ovqatlanilsa. Tushlikda umumiy ovqat kaloriyasining o'rtacha 35-40% qabul qilinishi kerak. Ikkinchi tushlikda esa umumiy ovqat kaloriyasining 15%. Kechki ovqat esa necha foizni berish kerak? 20-25% energiyasini berish kerak. Shu foizlarga mos bo'lsa, ovqatlanish rejim qoidasida bo'ladi. Rejim qoidasiga to'g'ri keladi. Xo'p, masala berilyapti. Kitobimizda energiya sarfiga oid masalalar. Birinchisiga e'tibor beramiz. Birinchisiga qaraydigan bo'lsak, agar bir kecha kunduzda to'qima organlarida hayotiy jarayonlar normal o'tishi va ish bajarishi uchun 2660 kilokaloriya energiya sarflangan bo'lsa, oziq moddani parchalanishi natijasida hosil bo'ladigan energiyaning miqdorini toping, deyapti. Bir kunda oziq moddalarni parchalanishidan hosil bo'ladigan energiyaning 3dan qancha qismi to'qima organlarida hayotiy jarayonlar normal o'tishiga sarflanyapti? 3dan 2 qismi. Demak, 3 qism energiyadan 2 qismi oziq to'qima organlarida hayotiy jarayonlar normal o'tishiga sarflanayotgan bo'lsa, 2660 kilokaloriya energiya to'qima organlarida hayotiy jarayonlar normal o'tishiga sarflangan bo'lsa, umumiy energiyamiz qanchaga teng? 3990 kilokaloriyaga teng bo'ladi. Demak, birinchi masalaning javobi A javob ekan. Ikkinchi masalani birinchisiga e'tibor beramiz. Akmal yurganda 1 daqiqada 80 kilojul energiya sarflaydi. Unda 150 gram uglevod zaxira sifatida bo'lsa, bir kecha kunduzda necha daqiqadan so'ng yog' parchalanadi, deyapti. Demak, birinchi bo'lib oziq moddalarning ichida uglevod parchalanadi. Uglevod tugaganidan keyin yog' parchalanishni boshlaydi. Demak, Akmaldagi uglevod zaxirasi 150 gram bo'lsa, hop, uni har 1 gramidan qancha energiya chiqadi? 17,6 kilojoule energiya chiqadi. Hop, 150 gramni 17,6 ga ko'paytirsak, 2640 hop kilojoule ekan. Endi 1 daqiqada hop u 80 kilojouldan energiya sarflayotgan bo'lsa, 2640 kilojoule energiya Akmal uchun necha daqiqaga yetadi? 33 daqiqaga yetadi. 33 daqiqadan so'ng Akmalning tanasida yog' parchalanishni boshlaydi. Bu masalaning javobi A javob ekan.
Uchinchi masalani birinchisiga e'tibor beramiz. Agar 200 gram mahsulotni tarkibida 25 gram oqsil, 27 gram uglevod, 11 gram yog', 130 gram suv, 7 gram tuz bo'lsa, mahsulotni energetik quvvatini kilojoulda topishimiz kerak ekan. Bizda parchalanib energiya beruvchi mahsulotlar bular oqsil, Xo'p, 25 gram. Xo'p, uglevod 27 gram. Yog' esa 11 gram. Suv va tuzlarni parchalanishida energiya chiqmaydi. Ular parchalanib energiya bermaydi. Demak, 27 ni 25 ni 17,6 kilojoulga ko'paytiramiz. 400 40 kilojoul energiya chiqar ekan. Oqsil parchalanishidan 27 ni ham 17,6 kilojoulga ko'paytiramiz. 472 kilo 475 butun 2 kilojoul. Xo'p, yog'larni parchalanishidan 38,9 kilojoul energiya chiqar ekan. Bunda qancha energiya chiqadi? Qancha? 427,9 kilojoul energiya chiqadi. Xo'p, umumiy ulardan chiqqan energiyaning miqdori qanchaga teng bo'ladi? Bir ming 343,1 kilojoulga teng bo'ladi. Demak, bu masalani javobi B javob ekan. Xo'p. To'g'ri bir masalaga qaraymiz. Ovqat tarkibida oqsil, yog', uglevodning massa nisbatlari 1 va 5 ga teng. Ovqatdan ajralgan umumiy energiya 14450 kilojoulga teng bo'lsa, yog'dan ajralgan energiyaning miqdorini toping deyapti. Endi Xo'p, endi qaranglar. Xo'p, to'g'ri birinchi masalada oqsil, yog', uglevodlarning massa nisbati 1:5 ekan. Bizda oqsilda nisbati x, yog'da nisbati ham x. Ularga nisbatan uglevod 5 marta ko'p ekan. Uglevod necha x bo'ladi? 5x bo'ladi. Endi bularning energiyasi oqsilning har 1 gramidan 17,6 kilojoul energiya chiqadi. 17,6x bo'ladi. Xo'p, uglevodning energiyasi 5 da 17,6 ga ko'paytirsak 88x energiya chiqadi. Yog'dan esa har 1 gramidan 38,9x energiya chiqadi. Xo'p, bularni barchasini yig'indisi 144,5x ga teng bo'ladi. 144,5 x'imiz 14450 ga teng ekan. 14450. Shunda x ning qiymati nechaga teng bo'ladi? 100 ga. Demak, xo'p, x ning qiymati 100 bo'lsa, oqsilning massasi 100 gram, uglevodning massasi 500 gram, yog'ning massasi 100 gram bo'lgan ekan. Endi yog'da parchalanishdan hosil bo'ladigan energiya 38,9. 38,9 da x qiymati 100 ga teng bo'lsa, ko'paytiradigan bo'lsak 3890 kilojoul. 3890. Xo'p, bu masalaning javobi A javob chiqadi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, massa nisbatlariga mos qo'yib olaverar ekanmiz. Oqsilda x, yog'da x, uglevodni 5x. 5 nisbatda bo'lganligi uchun. Xo'p.
Beshinchi masalani birinchisiga e'tibor beramiz. Rustam bir kecha kunduzgi ovqatning tarkibida 480 gram uglevod, 120 gram oqsil, 100 gram yog' va 5-6 gram tuz iste'mol qilish kerak. Agar u rejim qoidasini quyi foiziga amal qilib iste'mol qilgan bo'lsa, tushki ovqatidan ajralgan energiyaning miqdorini toping deyapti. Demak, bizda uglevod ma'lum. Uglevodning massasi 480 gram. Oqsil ma'lum. 120 gram. Yog' ma'lum. Yog' 100 gram. Bizda energiya kilojoulda so'ralyapti, kilokaloriyadan. Kilokaloriyada so'ralyapti. Kilokaloriyada bo'lsa, uglevod bilan oqsilning energiyasi teng bo'lganligi uchun ikkalasini birga 600 gram hisoblasak bo'laveradi. 600 ni 4,1 ga ko'paytirsak necha chiqadi? 2460 kilokaloriya energiya oqsil va uglevoddan chiqyapti. Yog'ning energiyasini har biri 9,3 dan. 930 kilokaloriya yog' parchalanishidan chiqyapti. Demak, ularni ikkovsini birga qo'shib olsak, demak 3390 kilokaloriya energiya hosil bo'ladi. Demak, Rustamning bir kunlik ovqatidan 3390 kilokaloriya energiya hosil bo'lar ekan. Endi mana bu yerda tushuntirib berdim. Tushki ovqatdan umumiy ovqat kaloriyasi necha foiz qabul qilinar ekan? 35-40%. Buni quyi foizga amal qilingan bo'lsa, demak 35%. Biz 3390 ni 35% ni topish uchun 0,35 ga ko'paytirib qo'ysak yetarli. 1186,5. Xo'p, javobi S javob ekan. 6-chi masalani birinchisiga e'tibor beramiz. Tana massasi 80 kilogram bo'lgan odam bir kunlik qabul qilgan oziq moddalarini parchalanishidan hosil bo'lgan energiyaning miqdori 4200 kilokaloriyani tashkil etsa, asosiy moddalar almashinuvini ta'minlash uchun sarflanadigan energiyani miqdorini toping deyapti. Demak, 6-chi masalani birinchisida demak, bir odam 1 kilogram tana vazniga 1 soatda 1 kilokaloriya energiya sarflar ekan. Xo'p, endi o'quvchilar, kitobimizda berilgan 70 kilogram bo'lgan odam 24 soatda 1620 kilokaloriya energiya sarflaydi degani 1680. Xo'p, endi 80 kilogram bo'lgan odam 24 soatda qancha energiya sarflaydi? 1920 kilokaloriya energiya sarflaydi. 1920. Buni javobi B javob ekan. 7ni birinchisiga e'tibor beramiz. Botiralni ovqat ratsionida oqsil, yog', uglevodning umumiy miqdori 350 gram bo'lib. To'xtatib turing. 7-chi masalani birinchisi. Xo'p. Botiralni ovqat ratsionida oqsil, yog', uglevodning umumiy miqdori 350 gram bo'lib, oqsildan ajralgan energiya 205 kilokaloriyani tashkil etadi. Agar ovqat tarkibida yog'dan hosil bo'lgan energiya oqsilni parchalanishidan hosil bo'lgan energiyadan
260 kilokaloriyaga ko'p bo'lsa, bir kecha kunduzda hosil bo'lgan jami energiyani qanchasi ertalabki ovqatlanishdan hosil bo'ladi? Ratsional ovqatlanishni yuqori foizga amal qilinibdi. Demak, ovqat tarkibida oqsil bo'lgan, uglevod bo'lgan va nima bo'lgan? Yog' bo'lgan. Hop. Oqsildan chiqqan energiya 205 kilokaloriya ekan. Demak, 205 ni biz 4,1 ga bo'lsak, oqsilning massasini topamiz, a? Demak, oqsilning massasi 50 gram ekan. Ha, oqsilning massasi 50 gram. Hop. Yog'dan hosil bo'lgan energiya oqsilni parchalanishdan hosil bo'lgan energiyadan 260 ga ko'p ekan. Demak, 205 ga biz 260 ni qo'shsak, hop, 465 kilokaloriya. Bu nimadan hosil bo'lgan energiya? Yog'dan, ha? Yog'dan. Hop, 465 da biz 9,3 ga bo'lib yuborsak, demak 50 gram bu nimani vazni ekan? Yog' vazni ekan, ha? Demak, yog'ga ham necha qo'yamiz? 50 gram qo'yamiz. Endi oqsil 50 gram bo'lsa, yog' ham 50 gram ekan. Umumiy ovqatning miqdori qancha edi? Ovqat tarkibida organik moddalar 350 gram bo'lsa, uglevod qancha qoladi? 250 gram uglevod qoladi, ha? Mana taqsimlab oldik. Oqsil 50, uglevod 250, yog' esa 50 gram ekan, ha? Endi bizda hop, jami nima kerak bo'ladi? Energiyani miqdori kerak bo'ladi, ha? Demak, oqsilni parchalanishdan chiqqan energiya o'zi bizda ma'lum 205 kilokaloriya edi. Hop, yog'ning energiyasi ham bizda ma'lum qancha edi? 465 kilokaloriya edi. Endi 250 gramni 4,1 ga ko'paytirsak, 1025 kilokaloriya bu uglevoddan chiqqan energiyani miqdori edi. Barcha energiyalarni qo'shib olsak, 1695 kilokaloriya ekan, ha? Hop, 1695. Endi ratsional ovqatlanishda yuqori foizga amal qilgan bo'lsa, ertalabki nonushta umumiy ovqat kaloriyasi necha foizni beradi? Hop, ertalabki nonushta 25-30% degan, yuqori foizda hisoblasak, hop, 30 da hisoblaymiz, ha? Demak, 1695 da ko'paytiramiz 0,3 ga. 508,5. 508,5. Bu masalan javobi A javob ekan. Sakkizinchi masalani birinchisiga e'tibor beramiz. Tohirni ovqatlanishdan hosil bo'lgan energiyani 1130 kilokaloriya miqdori tana haroratini doimiyligini saqlash uchun sarflandi, deyapti. Oziq modda parchalanishdan chiqqan energiyani qanchasi tana haroratini doimligini ta'minlashga sarflanardi? 3 dan 1. Demak, 3 qism energiyadan 1 qism energiya tana haroratini doimligini ta'minlashga sarflansa, bizda 1130 ekan kilokaloriya. Demak, Tohir uchun bir kunlik umumiy energiya 3390 kilokaloriya ekan, ha? Kilokaloriya. Endi iste'mol qilgan oziq tarkibida oqsil miqdori uglevod miqdoridan 5 barobarga
kam. Ha, 5 barobar kam. Oqsil va yog'dan ajralgan energiya miqdorini toping. Ovqat tarkibida yog'ning miqdori 100 gram deyapti. Organik moddalarni qo'yib olamiz. Oqsil, hop, uglevod va yog'. Demak, bizda nima ma'lum? Yog' ma'lum. Yog' hop 100 gram. Ha? Endi oqsil va uglevodning nisbati bor ekan. Uglevod 5 barobar ko'p bo'lsa 5x gram. Oqsilchi x gram, ha? Hop. Endi 100 gram oqsil yog'ni parchalanishidan qancha energiya chiqadi? 100 ni ko'paytiramiz 9,3 ga. Demak 930 kilokaloriya energiya nimadan chiqyapti? Yog'dan chiqyapti. Hop, jami energiya 3390 edi. 3390 edi. Undan 930 yog'ning energiyasini ayirib olsak qancha qoladi? 2460 kilokaloriya energiya oqsil bilan nimadan chiqadi? Uglevoddan chiqadi. Hop, oqsil bilan uglevodning energiyasi teng, to'g'rimi? Oqsil bilan uglevodning energiyasi teng. Demak, ikkovsini qo'shsak 6x bo'lib qoladi. 6x bu oqsil bilan uglevodning vazni. Endi mana oqsil uchun bo'pti. Alohida 4,1x energiya chiqsa, uglevodni ko'paytirsak 4,1 deb 5 ga ko'paytirsak 20,5x energiya. Hop, ikkisini qo'shsak 24,6x energiya. Bizdagi 24,6x energiyamiz 2460 ga teng ekan, ha? Shunda x ning qiymati nechaga teng? 100 ga. Ha? Demak 100 deyotganimiz oqsilning massasi qancha ekan? 100 gram, uglevodning massasi 500 gram ekan. Endi masalada nima so'ralyapti? Oqsil va yog'dan ajralgan energiyani miqdori so'ralyapti. Xo'p. Oqsil 100 gram bo'lsa, oqsil 100 gram bo'lsa, 400 10 kilokaloriya energiya hosil bo'ladi. Ha? Xo'p. Yog'ning miqdori ham qancha edi? 100 gram. O 100 gram bo'lsa, hop 930, ha? Hop 930 kilokaloriya edi. Ha? Ikkisini qo'shsak 1340. 1340, ha? Bu masalaning javobi A javob ekan. Shu masalani birinchisiga e'tibor beramiz. Botiralning bir kunlik ovqatining tarkibidagi yog' miqdori oqsil miqdoriga teng. Uglevod miqdori esa oqsil va yog' miqdoridan 2,5 barobariga ko'p. Demak, ovqat tarkibida oqsil bor ekan, hop, uglevod bor ekan va yog' bor ekan. Hop, oqsil miqdori yog' miqdoriga teng ekan. Demak, oqsilning miqdorini x gram deb olsak, yog'ning miqdorini ham x gram. Uglevod miqdori ularga nisbatan 2,5 barobar ko'p. Demak, bular 2x gram bo'lsa, demak bu 5x gramga teng bo'ladi. Endi ovqatni parchalanishidan hosil bo'lgan energiyaning 904 kilokaloriya miqdori tana haroratini doimiyligini ta'minlash uchun sarflansa, demak energiyani 3 qismga bo'lsak, uni bir qismi tana haroratini doimiyligini ta'minlash uchun sarflanardi. 904 qismi bo'lsa, umumiy energiyamiz qanchaga teng bo'ladi? 2712
kilokaloriyaga teng bo'ladi. Demak, Botir Ali uchun bir kunlik umumiy ovqat kaloriyasi 2712 ekan. Endi nisbatlariga qarab, oqsil uglevod yog'ni miqdorini ajratib olishimiz kerak ekan. Xo'p, oqsilning miqdori xo'p, kilokaloriyada hisoblasak 4,1 x. Uglevodning miqdori xo'p 20,5 x. Yog'ning miqdori 9,3 xo'p x kilokaloriya energiyani beradi. Ularni barchasini jamlasak 33,9 x energiya bo'ladi. Xo'p, 33,9 x energiya bizda 2712 teng ekan. Xo'p, x ning miqdori qanchaga teng? Demak 80 ga teng ekan. Demak, oqsil tarkibi, ovqat tarkibida oqsilning massasi 80 gram, uglevodning miqdori 400 gram, yog'ning miqdori 80 gram ekan. Endi oqsil va uglevodni parchalanishidan hosil bo'lgan energiyani miqdorini toping deyapti. Oqsil va uglevodni energiyasi 4,1 x ga 20,5 x. Ikkisini qo'shsak 24,6 x ekan. Xo'p, 24,6 x mana. Oqsilning energiyasi 4,1 x, uglevodning energiyasi 20,5 x. Ikkalasini qo'shsak 24,6. X qiymati 80 ga teng. Ko'paytirsak 1968 kilokaloriya ekan. Hop, bu masalaning javobi A javob. Hop, 10-masalani birinchisida tana haroratini ta'minlash uchun 1269 kilojoule energiya sarflangan bo'lsa debdi. Masala bitta kilokaloriyada emas, kilojoulda berilibdi. Hop, buning miqdori qancha ekan? Kilojoul. 3 ta 1269 ga ko'paytirsak 3807. 3807. Endi hop, bizga berilayotgani oqsil uglevodning 25% ni tashkil qiladi deyapti. Uglevodni siz x gram deb olsangiz, oqsil 25% ni tashkil qilsa 0,25 x gram bo'ladi. Yog' miqdori oqsil miqdoriga teng ekan. Demak, bu 0,25 x gram bo'ladi. Endi bularning energiyasi kilokaloriyada emas, kilojoulda hisoblab ketishimiz kerak ekan. Hop, buni 17,6 ga ko'paytirsak 4,4 x energiya chiqadi. Uglevoddan hop, uglevoddan 17,6 x energiya chiqadi. Yog'da 38,9 ga ko'paytirsak 9,725 x energiya chiqadi. Barcha x'larni hop jamlaydigan bo'lsak 31,725 x. 31,725 x'imiz hop 3807 ga teng bo'lyapti. X qiymatini topsak, demak 120 gram ekan, 120 gram. Demak, ovqat tarkibida oqsil miqdori 120 gram bo'lgan ekan, uglevod miqdori 120 gram bo'lgan ekan. Oqsil 4 barobar kam bo'lsa, hop 30 gram bo'ladi, 30 gram, yog' ham 30 gram bo'ladi. Endi biopolimerlardan ajralgan energiya miqdori so'ralganmi? Biopolimerga qaysi kirmaydi? Yog' kirmaydi. Demak,
Uglevod bilan oqsilda o'zi hop energiyasi teng. Ha? 120 bo'lsa, oqsilda miqdori qancha chiqdi? Hop, 30 gram. Ha? 150 gram bo'ladi birgalikda. 150 gram bo'lsa, biopolimerlar hop, uni energiyasi nimada so'ragan? Kilojulda so'ragan bo'lsa, 17,6 ga ko'paytiramiz. 2640. Ha, 2640. Hop, javobi A javob ekan. Ha? Bo'ladi. 11da birinchisiga qaraymiz, ha. Bu masala o'sha nazariyaga mos keladi. 65 kilogram bo'lgan odam asosiy modda almashinuvni ta'minlashga qancha energiya sarflaydi deyapti. Hop, 65 kilogramni hop 24 soatga ko'paytirib qo'yamiz, ha. Ko'paytirsak 1560 kilokaloriya energiyani asosiy moddalar almashinuvini ta'minlashga sarflaydi. 12-chi masalani birinchisi. Diyorbek bir kecha kunduzgi ovqatini tarkibida 480 gram uglevod, 120 gram oqsil, 100 gram yog' va 5-6 gram tuz iste'mol qilishi kerak. Diyorbekni bir kecha kunduzgi ovqatidan ajralgan qancha kilokaloriyadagi energiya to'qima organlarida hayotiy jarayonlarning normal o'tishiga va ish bajarishiga sarflanadi. Hop, demak umumiy ovqat kaloriyasini topib olar ekanmiz, ha. Hop, uglevod, oqsil va yog'. Uglevodning miqdori 480 gram. Oqsilning massasi 120 gram. Yog'ning massasi 100 gram. Hop, uglevod va oqsilda kaloriyasi teng bo'lganligi uchun birga hisoblasak bo'laveradi. 600 gram bo'lsa, uni 4,1 ga ko'paytirsak 2460 kaloriya. Ha? Hop, 100da 9,3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 930 kilokaloriya energiya. Hop, bu ikki energiyani qo'shadigan bo'lsak 3390. Ha, 3390 kilokaloriya energiya. Hop, energiyaning 3dan 2 qismi to'qima organlarida hayotiy jarayonlar normal o'tishiga va ish bajarish uchun sarflanadi. Hop, 3390 3dan 2 qismi qanchaga teng bo'ladi? Hop. 2260 kilokaloriya. Demak, bu masalaning javobi 12/1da. Bu masalaning javobi A javob. Üç bütün bir. Buni birni boshlaylikmi? Hop, o'shani qarang, orada savol bermang, noto'g'ri aytmayman, men hisobladim. Hop, 13-masalani birinchisi, Durdona bir kecha kunduzgi ovqatini tarkibida 450 gram uglevod, 100 gram oqsil, 110 gram yog', 5-6 gram tuz va 2,5 litr suv iste'mol qildi. Agar uni tana vazni 49 kilogram tashkil etsa, asosiy modda almashinuvini ta'minlashga sarflanadigan energiyaning miqdorini toping deyapti. Asosiy modda almashinuviga sarflanadigan energiya odamning tana vazniga
nasib bo'ladi. Demak 49. Hop 49 kilogramm bo'lsa, hop bir kecha kunduzda 24 soat bo'lsa, ko'paytirsak necha javob chiqadi? 1176. Ha. 1176 bu masalaning javobi B chiqadi. Hop, necha edi bu? Hop. 14-masalani birinchisi. Hop, 60 kilogrammli odamda tushki ovqatdan ajralgan energiya bir kecha kunduzgi asosiy modda almashinuvini ta'minlashga sarflangan energiyaning 75% ni tashkil qilsa deyapti. Demak 60 da hop 20 to'rt ko'paytiramiz. 1440 kilokaloriya. Hop 1440 kilokaloriyani 75% ni olar ekanmiz. Hop 1440 ni 75% ni olsak, 0.75 ga ko'paytirib olsak 1000 hop 80. Ha, 1080 kilokaloriya. Endi hop moddalar nisbatlari berilgan. Hop oqsil, hop uglevod va nima? Yog'. Hop oqsil miqdori yog'dan 15 grammga ko'p debdi. Yog'da x deb oldiga. Hop shunda oqsilning miqdori x plus necha chiqar ekan? 15. Uglevod miqdoridan 20 grammga kam. Demak, uglevodning miqdori x plus 35 deb olsak, hop endi bularning energiyasi qanchaga teng bo'ladi? X plus 15 ni 4/1 ga ko'paytirsak 4,1 x plus 61,5. Ha? Buni ham 4,1 ga ko'paytirsak 4,1 x plus 143,5. Hop, buni endi 9,3 ga ko'paytirsak 9,3 x. Ha? Bularning barchasi hop bizda qanchaga teng bo'lyapti? 1080 ga teng bo'lyapti. X'larimiz yig'indisi 17,5 x plus hop bulari yig'indisi 205. Demak bu 1080 ga teng ekan. Hop 205 bu tomonga o'tib ayrilsa 875 qolyapti. Hop 17,5 x'imiz. X'imiz shunda nechaga teng bo'lyapti? 50 ga. Ha? 50 degani yog'ning massasi 50 gramm, uglevodning massasi 85 gramm, oqsilning massasi 65 gramm degani. Endi oqsil va yog'dan ajralgan energiyani kilojoulda topishimiz kerak ekan. Hop, oqsilda massasi 65 gramm, kilojoullab hisoblasak 17,6 ga ko'paytiramiz. 1144 kilojoul. Hop, yog'ning massasi hop 50 gramm. Uni 38,9 ga ko'paytirsak 1945. Hop, ikkosini birga qo'shib yuborsak 3080. Hop, 3089. Hop, bu kilojoulda chiqadi. Javobi A javob ekan. Mana shunday tartibda. 15 da 1 ga qaraymiz. Anvarning tana massasi 70 kilogramm bo'lib, bir kunlik iste'mol qilingan uglevoddan hosil bo'lgan jami energiya 4400 kilojoulga teng. Demak, uglevodning miqdorini topar ekanmiz. 4400 da nechaga bo'lib yuboramiz? 17,6 ga bo'lib yuboramiz. 250 gramm bu nima ekan? Uglevod. Ha, 250 gramm uglevod.
Oziqadagi kunlik oqsil va yog' miqdori teng bo'lib, uglevod miqdori ulardan 2,5 marta ko'p deyapti. Demak, uglevodni 250 grammni 2,5 ga bo'lsak, 2,5 ga bo'lsak. Hop, necha chiqadi? 100. 100. Demak, kunlik oqsil va yog' miqdori o'zaro nima ekan? Teng ekan, Hop, uglevod miqdori ulardan 2,5 marta ko'p. Demak, mana bu 100 gram bu oqsil bilan teng miqdordagi nima edi? Yog', oqsil bilan teng miqdordagi yog'. Demak, 100 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 50 gramdan ekan har bir oqsil va yog'ning miqdori. Endi to'qima organlarda hayotiy jarayonlar normal o'tishiga va ish bajarishga sarflanadigan energiyaning miqdorini toping, deyapti. Demak, umumiy ovqat kaloriyasini topib olishimiz kerak ekan, kilokaloriyalar. Demak, uglevodning miqdori 250 gram ekan. 250 ni nechaga ko'paytiramiz? 4,1 ga. 1025 hop kilokaloriya ekan. Uglevoddan chiqqan energiya. Hop, oqsilning massasi 50 gram, 50 ni 4,1 ga ko'paytirsak 205 kilokaloriya. Bu oqsildan chiqqan energiya. Yog'da miqdori 50. Hop, uni 9,3 ga ko'paytiraman. 465 kilokaloriya ekan. Demak, bir kunlik jami ovqatlanishdan chiqqan energiya 1695 kilokaloriya ekan. 1695. Endi mana shu energiyani hop 3 dan 2 qismi to'qima organlarda hayotiy jarayonlarni normal o'tishiga va ish bajarishga sarflanadi. 3 qism energiyadan 2 qismi hop buning uchun sarflansa 1695 bo'lsa, hop qancha? 1130 kilokaloriya energiya Anvar uchun to'qima organlarda hayotiy jarayonlar normal o'tishiga va ish bajarishga sarflanar ekan. Buni javobi javob ekan. Komilning ovqat ratsionida oqsil, yog' va uglevodning umumiy massasi 700 gram. Demak, oqsil, uglevod va nima ekan? Yog'. Bularning barchasi nisbat massasi 700 gram ekan. Xo'p, yana oqsildan ajralgan energiya 410 kilokaloriyaga teng. 410 ni 4,1 ga bo'lib yuborsak 100 gram. 100 gram bu nima ekan? Oqsil. Demak, oqsilda vazni qancha chiqdi? 100 gram chiqdi. Endi ovqat tarkibida yog'dan hosil bo'lgan energiya oqsilda parchalanishidan hosil bo'lgan energiyadan 520 ga ko'p ekan. Xo'p, 410 ga qo'shaman 520 ni. Qo'shsam 930 kilokaloriya bu yog'dan chiqyapti. 930 ni bo'laman 9,3 ga. Demak, 100 gram bu nima ekan? Yog' ekan. Hop, yog'. Demak, yog' ham 100 gram bo'lsa, barchasi 700 gram edi-yu. Uglevod necha gram qoldi? 500 gram qoldi, Endi bulardan chiqadigan jami energiyani kilokaloriyada topib olishimiz kerak ekan, kilokaloriyada.
Oqsilda energiyasi o'zi 410. Ha? Hop, 410 kilokaloriya bu ma'lum. Ha? Uglevoddan chiqadigan energiya 500. 504,1 ga ko'paytirsak 2050 kilokaloriya ekan. Hop, yog'dan energiya chiqsa bu 930 kilokaloriya. Hop, jam mana qo'shsak hop 3390 kilokaloriya ekan. Xuddi shuni 100% bo'lsak, tushlikdan chiqadigan energiya bu 35-40% deb berish kerak, a? Yuqorisidan necha? 40, ha? Hop, 3390 100%, 40% qancha? 1356. Hop. Demak, bu masalani yechimi A javob ekan. Tushunarli bo'ldimi?